Bola yarim yoshidanoq ilk kartoshkali qo'shimcha taomni tatib ko'radi. Keyin bolalik, yoshlik va yetuklik davrida kartoshka odamning taomnomasidagi doimiy mahsulotga aylanadi. Kartoshkani yoqtirmaydigan odamni topish qiyin. Uning foyda va zararlari hammaga ma'lum. Shunday bo'lsa-da, ommabop mahsulot haqida ko'plab yolg'on fikrlar mavjud. Termik ishlov berilgan kartoshkani kraxmal, kletchatka va S, B1, B2, B6, B9 ga ehtiyoji bor hamma yeyishi kerak. Bu sabzavot tarkibida kaliy, kalsiy, rux, magniy, mis, selen, temir, marganец, xlor, yod, molibden, kobalt, xrom, fosfor, natriy va boshqa moddalar mavjud. Kartoshkaning muhim xususiyatlaridan biri muntazam iste'mol qilganda qondagi xolesterin kamayadi. Tomirlarda xolesterin tiqilmalari paydo bo'lishi xavfi kamayadi. Kletchatka oshqozonda yumshoq hazm bo'ladi. Uning shilliq qavatiga salbiy ta'sir qilmaydi. Shu bois gastrit va yarada kartoshkadan voz kechishga hojat yo'q. Podagra, artrit, buyrak kasalliklarida kartoshka foydalimi? Shifokorlarning fikricha ha. Moddalar almashinuvi muammolarida ham kartoshka yeyish tavsiya qilinadi, chunki uning ishqoriy tarkibi kislotalar ta'sirini neytrallashtiradi. Xalq tabobatida ekzema va teri yallig'lanishida yo'talda issiq ezilgan kartoshkani kompress shaklida qo'yish tavsiya qilinar ekan. Qirg'ichdan chiqarilgan xom kartoshka esa bitiruvchi va tinchlantiruvchi ta'sirga ega bo'lib, zamburug'li kasalliklar va kuyishda yordam beradi. Kartoshka miya faoliyatini kuchaytiradi, ziqlikdan xalos qiladi, immunitetni faollashtiradi, pigment dog'lardan himoyalaydi, ko'karishlarni ketkazadi. Har qanday odamga S, B6 vitamini, kletchatka, mis va kaliy zarur. Shuning uchun immun tizimini, teri go'zalligini, miya va buyraklarning normal ishlashini me'yorida saqlashni istasangiz, hatto diabetda ham kartoshkani albatta taomnomaga kiritganingiz ma'qul. Ko'pchilik mutaxassislar fikricha, po'chog'i bilan qaynatilgan va po'chog'i bilan toblangan kartoshkada foydali moddalar eng ko'p saqlanar ekan. Siyohrang kartoshka. Ekzotik siyoh rang yoki ko'k kartoshkaning po'chog'i ham, ichi ham siyoh rangda bo'ladi. Eti hatto pishirilgandan keyin ham rangini yo'qotmaydi. Bu nav seleksiya usuli bilan olingan. Po'chog'i qalin bo'lgani sababli yaxshi saqlanadi. Ta'mida yong'oq ta'mi seziladi. Undan tayyorlangan taomlar qon bosimini tushiradi. Tarkibida ko'p miqdorda qarish jarayonini sekinlashtiradigan antioksidantlar va vitaminlar mavjud. Bundan tashqari unda S, E vitaminlari va karotinoidlar, tabiiy organik pigmentlar, kuchli immunitet, yaxshi ko'rish qobiliyati, mustahkam qon tomirlari va ateroskleroz profilaktikasi kafolatining foydali xususiyatlari bor. Bu ekzotik mahsulot ziyon yetkazmasligi uchun uni qon bosimi oshgan paytlarda yeyish tavsiya etiladi. Tushgan paytlarda emas. Batat kartoshkasi. Batat tarkibida beta-karotin, A va C vitaminlari, kalsiy, temir, fosfor mavjud. Bu kartoshka hujayralardagi suv va elektrolitlar muvozanatini saqlaydi. Suyak to'qimasini mustahkamlaydi. Sog'lom suyaklar, bo'g'imlar va tishlar uchun zarur. Organizmdan radionuklidlar va og'ir metallarni chiqaradi. Vazn tashlashda va qomatni saqlashda, parhez taomlanishda foydali. Kletchatka organizmni tez to'ydirib, muammoli joylarda to'planmaydi. Oson hazm bo'ladi. Bakteriyalar, zamburug'larga qarshi kurashish, immunitetni mustahkamlash xususiyatiga ega. Yurak va oshqozon ichak traktini himoya qiladi. Batat kartoshkasi iste'moli yarali kolit, oshqozon yarasi, divertikulit, divertikulyozda tavsiya qilinmaydi. Kartoshkaning zarari ham bor albatta. Xo'sh, qanday zarar bor? Kartoshkadagi kraxmal bir tomondan organizm uchun quvvat akkumulyatori bo'lsa, boshqa tomondan moddalar almashinuvi buzilishi sababchisidir. Me'yorsiz iste'mol qilganda kraxmaldagi glyukoza tez va haddan ortiq vazn to'plashga olib keladi. Shuning uchun faol turmush kechirmasangiz, kartoshka iste'molida ehtiyot bo'lishingiz kerak. Qo'rda pishirilgan kartoshkaning glikemik indeksi baland. To'yish hissi tez paydo bo'ladi va odam organizmiga ko'p o'tmay yana taom kerak bo'ladi.
Qovurilgan kartoshkaning organizmga zarari ma'lum. Mahsulotdagi namlik deyarli butkul bug'lanib, suv o'rnini yog' egallaydi. 100 gramm kartoshkada deyarli 40 gramm uglevod mavjud. Bu esa ko'p iste'mol qilganda qomatga ancha ziyon yetkazadi. Bundan tashqari 50 darajadan yuqori haroratda C vitamini parchalanib ketadi. Xom kartoshkaning qanday foydasi bor? Termik ishlov berilganda katta qismi yo'qoladigan vitaminlar va minerallar xom kartoshkada to'liq saqlanadi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, foydali tarkibning 70% ga yaqini taom tayyorlash jarayonida yuvilib, parchalanib ketadi. Xom kartoshka mazasi unchalik yoqimli bo'lmasligi mumkin, ammo undan taxir ta'm kelmasligi zarur. Xom kartoshka jig'ildon qaynashi va qabziyatda foydali deyishadi, ammo oshqozon ishi buzilishlarida ehtiyot bo'lish shart. Past kislotali gastritda ham xom kartoshka iste'moli tavsiya qilinmaydi. Xalq tabobatida kartoshka sharbati bilan davolanish muolajalari ham mavjud. Uning xususiyatlari charchoq va asabiylik, shish, qabziyat, migren, bo'g'imlar yallig'lanishi, gipertoniya, soch to'kilishi, teridagi toshmalarda foyda beradi. Xom kartoshka sharbati samarali, ammo noqulay davolanish usuli. Chunki ichimlikni sharbat siqishda tayyorlanishi bilanoq iste'mol qilish zarur. Sharbat tayyorlangandan so'ng to ichilguncha uzog'i 5 daqiqa o'tishi mumkin. Xom kartoshka sharbatini nazoratsiz iste'mol qilish disbakterioz, ich ketishi, bavosir tugullari yallig'lanishiga olib kelishi mumkin. Qorin ko'p dam bo'lishi, semizlik, og'ir diabet, oshqozon shirasining past kislotasida bunday sharbatni ichish mumkin emas. Umuman har qanday kasallikda, ayniqsa surunkali kasalliklarda, xususan ular xuruj qilganda ham, boshqa paytda ham, odam hattoki sog'lom bo'lgan taqdirda ham har qanday foydali mahsulotni iste'mol qilishda ham albatta mutaxassis bilan maslahatlashish zarur ekanligini unutmaslik kerak. Ayniqsa davolanish maqsadida. Qaynatilgan kartoshkaning foydasi bormi? Qaynatilgan kartoshkada tarkibidagi ko'p vitamin va minerallar saqlanadi. Bundan tashqari tarkibida yog' kislotalarining kuchli konsentratsiyasini neytrallashtiradigan xolin mavjud. Qaynatilgan kartoshkani suvda pishirsa, kraxmalning katta qismi sho'rvada qoladi, ammo uni haddan ortiq iste'mol qilsa, masalan, har kuni faqat kartoshka bilan taomlansa, ayniqsa kechqurun sog'liqqa ziyon yetishi mumkin. Ya'ni hamma narsada me'yor bo'lishi kerak. Kartoshka qaynatilgan suvning foydasi bormi? Kartoshka qaynatilgan suvni ko'pincha to'kib yuborishadi, chunki uning foydasini yaxshi bilishmaydi. Xalq tabobatida bu vositadan artrit va poliartritni davolashda foydalanishadi. U arterial bosimni me'yorga keltiradi. Kartoshka qaynatilgan suv shamollash, tumov, yo'talni davolashda foydali. Uyda issiq qaynatma ustida ingalyatsiya qilish foyda beradi. Muolaja kattalar va bolalarga tavsiya etiladi, ammo kuyib qolmaslik uchun ehtiyot bo'lish zarur. Shuningdek, gaymaritda, xususan yiringli gaymaritda ingalyatsiya qilishdan avval albatta shifokor bilan maslahatlashish kerak, chunki yiringli gaymaritda issiq havo oqimining kelishi aksincha zarar keltirishi mumkin. Qaynatmani ichish, ya'ni kartoshka qaynatilgan suvni ichish uyqu buzilishlarida mushaklarni bo'shashtirishga yordam beradi. Holatni yengillashtirishi mumkin. Lekin yuqorida aytib o'tganimizdek, har qanday davolanish uchun har qanday mahsulotni iste'mol qilishdan avval mutaxassis bilan maslahatlashish kerak.